Assalomu alaykum qadrdonlar. 2025-yilda rosa yaxshi niyat qildingiz, lekin jicha ulgurmay qoldingiz. Endi 2026-yilda albatta Xudo xohlasa, yilni boshidan o'z niyatingizga yetasiz. Xudo xohlasa, Allohdan so'rang, Allohga oson. Xudo xohlasa do'stlar, biz sizlar uchun ishlashda to'xtaganimiz yo'q. Narx-navolar, shart-sharoitlar yaxshilangan. Undan tashqari Ramazon oyiga ham do'stlar o'z paketlarda birinchi 10 kun, ikkinchi 10 kun, uchinchi 10 kunligiga do'stlar paketlar chiqdi. Video davomida hamma ma'lumotni bilib olsangiz bo'ladi. Faqat oxirigacha tomosha qilib, bitta like bosib qo'ying, ko'proq odam ko'rishiga sababchi bo'ling. Kommentariyaga omad yozib qo'ying, biz mehnatni qadrlagan bo'lasiz. Video davomida sizga to'liq ma'lumotni do'stlar beramiz, oldi qochdi gap. Biz faqat konkret ma'lumot. Faqat oxirigacha kuzating, biz boshlaymiz. Ulug'bek aka, yaxshimisiz? Charchamang. Assalomu alaykum, yaxshi ko'rdilaring. Rahmat, Xudoga shukr. Ulug'bek aka, qarang. Qisqa dangal lo'nda bitta aka standart paket hamda komfort paket bor. Bizda ekonom paket bo'lmaydi, chunki odamlar qiynalmasdan borib kelishini tarafdori biz. Standart paketda aka hozirgi kunda shart-sharoitni 0 dan 100 gacha bitta tushuntirib bering aka. Xo'p, bizda standart paketlarimiz bo'yicha birinchi reyslarimiz haqida ma'lumot berib ketaman. Xo'p, Vodiydan, Farg'ona, Andijon, Namangandan, Toshkentdan, Samarqanddan, Termiz shahridan premyo reyslarimiz bor. Ham Madina Munavvara, ham Jidda shahriga premyo bordi keldi. Faqat 14 kunlik bo'ladi standart paketimiz. 14 kunlik paketimizda 2 kecha 3 kunduz Madina Munavvarada, 11 kecha Makka Mukarramada bo'ladi. Xo'p, Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, obed kechki ovqat beriladi. Makka Mukarramada 3 mahal issiq ovqat, o'zbek milliy taomlari bo'ladi. Madina Munavvarada mehmonxonamiz gastnitsa yaqinligi 200-300 metr oraliqda bo'ladi. Makka Mukarramada 1,5-2 kilometr oraliqda joylashgan bo'ladi mehmonxonalarimiz. Xo'p, erta Madina Munavvara bo'ylab, Makka Mukarrama bo'ylab 11 dan oshiq ziyoratlarimiz, bonus sifatida Qizil dengiz sayohati, Sulaymon Rojiyev haslarida kechki ovqati, Xurmo bog'ida oshlar tashkillashtirib berilgan bo'ladi. 11 dan oshiq ziyoratlardan tashqari. Keyin Qur'on zavodi bo'lsa, Qur'on zavodi haftada 4 kun, 3 kuni, 3 kun dam kuni, Xudo xolasa agarda ish kuni bo'lsa 100% olib kirib chiqiladi, dam kuni bo'lsa olib kirib chiqamiz. Xo'p, yana ko'pchilik savoli bo'ladi, payg'ambarimiz ravzalariga kira olamizmi, olib kirib chiqasizlarmi, 100% javob berasizlarmi deb savol berishyapti ekan. Har safar aytib o'tganimizdek, Xudo xolasa, shu kunga jo'natgan odamlarimiz ravzaga shu hamma kirib chiqdi. Bundan keyin harakat qilib kirib olib chiqamiz. 100% javob deyamiz, lekin oldindan harakatimiz qilib, tasdiqlarda olib, tayyorlab bergan bo'lamiz, Xudo xolasa. Gap yo'q, zo'r. Ulug'bek aka, firma tomonidan Umra ziyoratiga ketayotganlarga nima berilyapti? Qaytib kelishda nima sovg'a qilinadi? Xo'p, firma tomonidan beriladigan narsa kamzal, somka, beji beriladi. Qaytib kelishlarga 5 litr zamzam suvi sovg'a qilinadi. Bu firmamizdan beriladigan narsalarimiz. Zo'r. 6 ta viloyatdan reys bor, a? 6 ta viloyatdan reys, narx-navosi-chi? Xo'p, narx-navosi Toshkentdan, Andijon, Namangan, Farg'onadan 1050 dollardan, Samarqand, Termizdan 1100 dollardan bu standart paketlarimiz narxlari. Standart paketi narxlari. Undan tashqari do'stlar, xohlasalaring komfort paketdan qilib berishaveradi. Video pastda nomerga aloqaga chiqadigan bo'lsalaring, xohlasalaring agar men yo'q soat gastnitsada turaman desalaring, buni ham tashkillashtirishda ilojisi bor. Xo'p aka, hozir qarang, mana Ramazon oyini ham narx-navolari yo bo'lmasa reyslarda kuni chiqdi dedik. Ha. Ularda ma'lumot qanaqa? Xo'p, Ramazon oylarida 3 xilda paketga bo'lib berilgan bo'ladi. 14 kunlik bo'ladi. Yana 10 kunlik desam 10 kunlikmi deb tushunib olmanglar. 14 kunlik bo'ladi. Faqat 3 ga bo'linadi. Birinchi 10 kunligining narxi, ikkinchi 10 kunlik narxi, uchinchi 10 kunlik narxi bo'ladi. Xo'p, birinchi 10 kunlik, ikkinchi 10 kunlik, uchinchi kunlik narxlari sanalari bo'yicha 6 viloyatdan to'liq ma'lumotlar chiqqan. Telefon qilib, batafsil ma'lumot olib, har bitta narx-navolarini bordi keldi biletlari bilan, erta necha mahal o'sha Ramazon oyida o'sha ertalab nonuchtasi kechki ovqat beradigan bo'lsa, erta 50 boshli xizmatlari, ekskursiyalari qana bo'ladi. Yana oldin aytib bersam, Ramazon oyida ziyoratlari to'xtatib qo'yiladi. Faqat ibodat bilan Ramazon oyida ro'za tutilganini, erta odamlar ko'payib ketgan hisobiga ziyoratlarni Saudiya Arabiston tomonidan bekitib qo'yiladi. Agar bekitilmasa, ziyoratlar ham tashkillashtiriladi. Bekitib qo'yilgan bo'lsa, ziyoratlari bo'lmaydi. O'tgan yili bekitib qo'ygan, faqat ibodat qilingan xolos. To'g'ri, gap yo'q. Undan tashqari aka, hozirgi kunda to'lovlar video pastdagi nomerga aloqaga chiqsa, xohlasa bank, xohlasa naqd ko'rinishda. Yosh bolalarga to'lov qanaqa, yosh kattalarga qanaqa? Xo'p, yosh bolalarimizga 2 yoshgacha bo'lgan yosh bolalarimizga faqat vizasining puli bo'ladi. Yosh katta 2 yoshdan 5 yoshgacha bo'lganlarga faqat bilet vizasining puli bo'ladi. 5 yoshdan yuqoridagilar yosh kattalar narxi bilan bir xilda narx to'lanadi. Narxlar bir xil bo'ladi. Gap yo'q.
Ya'ni 5 yoshdan katta bo'ladigan bo'lsa bir xil bo'ladi. Undan tashqari u joyga borgandan keyin yo'lboshchilarning aka malakasi, undan tashqari staji. Eng kami necha yillik 50 boshchilar aka xizmat ko'rsatishadi? Xo'p, eng kami 2 yillik staji bor, malakali, diniy qo'mitadan ajratilgan, undan tashqari e'tibori kelgan staji bor. Din tomonidan ham bitta umralarni qildirib beradigan, mukammal qilib beradigan darajada 50 boshlarimiz xizmat ko'rsatishadi. 50 boshlarimiz deyarli 80-90% billa borib, billa kelishyapti. Reyslar ko'payib ketib ulgurmay qolgan paytida erta kutib olib 14 kun davomida aytgan narsalarimizni, umralarni, ziyoratlarini, sayohatlarini qildirib berib, 14-kunchi kuni 5 litr zamzam suvi sovg'a qilib berib, billa uchirib yuborishadi, xudo xolasa. Zo'r gap yo'q. Bundan tashqari xudo xolasa video pastdagi nomerga aloqaga chiqishadi. Joyni bron qilish uchun WhatsApp, Telegramdan rasm tashlab berishadi. Joyni bron qilish uchun WhatsApp, Telegramdan Zagreb pasportdan rasmga olib tashlab berishsa, joylarni bron qilib, to'lov usullarini o'rgatib tushuntirishadi. To'lov usullari bank orqali, shot orqali, karta orqali to'lov usullari bo'ladi. Naqd to'layman deganlarga ofislar kassalarni tashlab beriladi. Ofislarga tashrif buyurib, kassaga kelib, to'lovlar amalga oshirib, shartnomani olib ketishlari mumkin bemalol. Gap yo'q. Gostinitsa bilan yeb ichishni ham bir qator aytib ketsa yaxshi bo'lardi. Xo'p, gostinitsalarimiz Madina Munavvarada 300 metr oralig'ida, Makka Mukarramada 1,5-2 kilometr oralig'ida joylashgan gostinitsalarimiz bo'ladi. Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari bo'ladi. Keyin yana doktor xizmatlarimiz bo'ladi. Doktor xizmatlarimiz 24 soat erta doktor xizmatlarimiz tashkillashtirib berilgan, birinchi yordam ko'rsatishadi. Lekin pastianit yuradigan sahrga darbendan ko'tarib ketadigan narsalar bo'ladigan bo'lsa, o'zlari bilan dori-darmonlar olinglar, unga ruxsat, chamadonga urishlari mumkin. Ruchnoyga emas, chamadonga urib, olib ketishlari mumkin bemalol. Keyin pastianit aravachada yuradiganlarga aravachalarimiz tashkillashtirib berilgan, lekin pastianit aravachada yurasiz, 50 metr yuraman xolos, 100 metr yuraman xolos, unaqaga yura olmayman, aravacha kerak deydiganlarga o'zimning tavsiyam, mana ko'pchilik ham o'zi tavsiya qiladiki, o'zingiz bilan aravachangizni olib oling, erta xorigan paytda ibodat qilib, bemalol borib kelishingiz mumkin. Aravacha kutib, ochirib kutib, mehmonxonada o'tirmaysiz. Uni bagajga ham, kiloga ham urmaydi. Samolyotimizni bagaji 25 kilo, 5 kilo ruchnoy bo'ladi. Gap yo'q, zo'r. Xudo xolasa do'stlar, to'la to'kisiz xohlagandek savol javob qildi degan umiddamiz. Pastda nomer turibdi, aloqaga chiqing. 2026-yilda inshaalloh o'zingiz hamda ota-onangizni olib borish nasib qilsin. Bizni mehnatimizni qadrlagan holda like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ysangiz, yangi ma'lumotlar haqida xabardor bo'lib turasizlar. Biz ham sizlarga xabardor qilishdan charchamaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar.